Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari, mehmonlari. Demak, bugungi video darsimizda ko'pchilik qiynalayotgan, ya'ni birinchi video orqali ko'pchilik e-imzo dasturiy ta'minotini yuklab qo'yib oldi. Rahmat. Yaxshi iliq fikrlar bildirishdi ko'pchilik. Barchaga rahmat deyman. Endi shu yana bir aytmoqchi bo'lganim, albatta kimlardir qiyinchilik, muammolar ham paydo bo'lganlar ham bor. Demak, buni yashirish kerak emas. Demak, shularni inobatga olib, hozir men shu e-imzoni yuklab olib qo'yishdagi bo'layotgan kamchiliklarni, ya'ni ko'pchilikda muammo, ya'ni ko'pchilikda xato chiqyapti. Shu xatolarni qanaqa bartaraf qilish kerakligi haqida bir og'iz gapirmoqchiman. Agar shu ko'rsatmalarimni qilib ko'ringlar, meni fikrimcha o'zgarish kerak, ya'ni e-imzo o'rnatilib ishlashi kerak bo'ladi. Xo'p, yana bitta xatolardan bittasi, xato deb aytsam noto'g'ri bo'ladi. Ko'pchilikda Windows tillarida muammo, ya'ni misol uchun o'zbekcha, ruscha bo'lishi mumkin, yoki inglizcha bo'lishi mumkin. Misol uchun ko'pchilik administrator degan yozuv topishyapti. Mana o'zbek tilida bizda yozilgan, mana ma'mur nomidan ishga tushirish degan yozuvimiz bor. Mana shu yozuv bizda, demak, zapusk administratora degan yozuvimizni o'rniga chiqadi. Mana shu. Faqat bu endi o'zbek tilida bo'lgani uchun demak shuni tanlash kerak bo'ladi. Agar kimdadir o'zbek tilida Windows o'rnatilgan bo'lsa. Hop, yana bitta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan tomoni, xato bo'layotgan bo'lishi mumkin. Demak, profilda, ya'ni kompyuterga o'rnatilgan profillar, ya'ni bir nechta odam kompyuterda foydalanishi mumkin va unga alohida profil ochiladi. Va buning uchun demak birinchi plus tugmasini bosamiz va profil nomini ko'rib olamiz. Mana misol uchun menda pользователь degan nomli profilim bor. Demak, bu profilimiz bizda admin hisobida, ya'ni administrator hisobida yuradi. Xo'p, endi buni yana boshqa profil bor yoki yo'q, admin yoki admin emasligini tekshirish uchun demak bizda mana odamcha rasmi bor. Shuni bosamiz. Xo'p, demak bizda shu kompyuterga, ya'ni shu Windowsda nechta pользователь borligini ko'rsatadi. Mana bizda bitta pользователь, ya'ni o'zimni kabinetim bor. Misol uchun boshqa profil yo'q va men administrator hisobida yuraman. Xo'p, yana ko'rishimiz mumkin. Mana upravlение другой учетной записini bosamiz va bizda mana kompyuterga o'rnatilgan profillarni ko'rsatadi. Demak, bizda hozirgi holatda mana bitta profil va men admin hisobida ishlashim mumkin bo'ladi. Agar sizlarda ham xuddi shunaqa holatda bitta bo'lsa, demak muammo bu yerda emas. Agar ikkita bo'lsa va sizlarning pользовательlarning nomi go'st, ya'ni mehmon sifatida bo'lsa yoki go'st bo'ladigan bo'lsa, unda sizlarni shu kompyuterga administratsiya huquqinglar yo'q, ya'ni o'rnata olmaysizlar. Hech qanaqa dasturiy ta'minotni o'rnatish iloji bo'lmaydi. Shunda muammo bo'layotgan bo'ladi. Ya'ni sizlar e-imzoni admin nomidan kirib o'rnatishingiz mumkin faqat. Demak, yana bitta xatolardan bittasi bo'lishi mumkin, ya'ni sistema, Windows sistemasini noto'g'ri tanlagan bo'lishimiz mumkin. Demak, buning uchun Windows tekshirib ko'rishimiz kerak. Birinchi, bizning Windows operatsion tizimimiz qaysi dasturiy ta'minot o'rnatilganini bilib olishimiz kerak. Xo'p, buning uchun plus tugmasiga kelamiz. Mana plus tugmasiga kelamiz. Xo'p, plus tugmasiga kelib, sichqonchani o'ng tomoni bosamiz. Plus tugmasidan mana. Hop, tepada mana sistema degani bor. Sistema yoki o'zbekchada tizim bo'lishi mumkin. Tizim kiramiz. Xo'p, demak, mana bizda
kompyuterimizga o'rnatilgan dasturiy ta'minot va uni parametrlarini ko'rsatib beradi. Mana barcha unga qo'yilgan qurilmalar, o'rnatilgan operatsion tizim turi, ya'ni necha bitli, 64 bit yoki 32 bitlik, shuni ham bilishimiz muhim. Mana demak bizda 64 bitli va o'rnatilgan Windowsimiz Windows 10. Demak Windows 10 64 bitli dasturiy ta'minot o'rnatilgan bizda. Demak shuni inobatga olishimiz kerak bo'ladi yuklab olayotganda. Xo'p, yana bitta yechimidan bittasi bu muammoni hal qilish, yana bitta usuli bu brauzer yangilash hisoblanadi. Demak buning uchun brauzerga kirib olamiz. Mana misolimda Google Chrome. Brauzerga kirib olamiz. Hop, 3 ta nuqtani bosamiz. Hop, eng pastda spravka bo'limi bor, unga o'tamiz va brauzerda Google Chrome degani bor. Shuni tanlaymiz. Bizda Google Chrome'ni dasturiy ta'minotimizni mana bizda обновление qilyapti. Ya'ni dasturiy ta'minotni yangilash kerak bo'ladi. Demak, agar bizimiz brauzerimiz yangilamagan bo'lsak, imzoyimiz ishlamasligi mumkin. Demak, yangilab обновление qilishini kutamiz. Bu albatta ozgina vaqt talab qiladi. Internet tezligi ham bor. Bizda yangilandi mana. Demak, bizda aytadi, перезапустить, ya'ni brauzer qayta ishga tushgan deb tugmani bosamiz. Brauzerimiz qayta ishga tushadi va bizda mana bunaqa ogohlantirish chiqishi kerak. Mana, ya'ni у вас установлена последняя версия Google Chrome. Ya'ni oxirgi versiya Google Chrome o'rnatilgan. Qadrli kanalimiz a'zolari, mehmonlari, demak, mana shu yuqorida aytib o'tilgan muammolarni bartaraf qilish bo'yicha ko'rsatmalarni bajarib ko'ringlar. Meni fikrimcha ishlash kerak. Albatta dasturiy ta'minotlarni yangilagandan keyin qayta ishga tushirish kerak bo'ladi. Dasturlarni yoki kompyuterni ham qayta ishga tushirishga to'g'ri kelishi mumkin. Ya'ni перезагрузка deymiz. Kompyuter o'chirib yoqishga to'g'ri kelishi mumkin. Undan keyin ishlab ketishi mumkin. Demak, shu muammolarni bajarib bartaraf ko'ringlar. Menimcha to'g'ri bo'lib ishlashi kerak. Mabodo agar ishlamasa, yana shu Telegram kanaliga olishinglar mumkin. Bemalol yordam beraman. Xo'p, agar shu 3-4 ta muammolarni bajarib ko'rib ishinglar bitsa, juda ham xursand bo'lardim. Xo'p, demak, tushunarli bo'ldi deb hisoblayman. Bemalol fikr-mulohazalarni izohlarda yozishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalga a'zo bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.